Hududlarda tashkil etilayotgan Talaba Expo 2025 kasb ko'rgazmasi yigit-qizlarning bandligini ta'minlashda katta ahamiyatga ega bo'lyapti. Surxondaryo viloyatidagi jarayonlardan muxbirimiz xabar beradi. Ayni paytda Surxondaryo viloyatining Termiz shahrida joylashgan Bobur istirohat bog'ida Talaba Expo 2025 kasb ko'rgazmasi o'z ishini boshladi. Bu yerda Surxondaryo viloyatidagi 100 dan ziyod korxona va tashkilotlar 1200 ga yaqin bo'sh ish o'rinlari bilan ishtirok etishyapti. Viloyatimizdagi oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari bu ko'rgazma orqali o'z ishlariga ega bo'lishlari mumkin. Ayni paytda shartnoma imzolash ishlari olib borilyapti. Termiz shahrida o'tkazilayotgan ushbu ko'rgazma bu nafaqat ishga joylashishga ko'maklashuvchi platforma, balki yosh mutaxassislar, bitiruvchilar va ish beruvchi tadbirkorlar o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muloqotni ta'minlovchi samarali maydon hisoblanadi. Surxondaryo viloyatida 6 ta oliy ta'lim tashkiloti faoliyat yuritib, joriy yilda 12 mingga yaqin bitiruvchi mazkur oliy ta'lim tashkilotlarini tamomladi. Ayni paytda surxondaryolik bo'lgan oliy ta'lim tashkiloti bitiruvchilari soni 17 mingdan oshadi. Bundan maqsad bugungi tadbirimizda mazkur yoshlarni tadbirkorlik yo'nalishidagi g'oyalarini moliyalashtirish. Bu maqsadda Kelajak qadam markazlari xodimlari, O'zmillik bank xodimlari bevosita ularni biznes rejalari bilan, ularni biznes g'oyalari bilan shug'ullanyapti. Ularga ko'mak berish, ularni moliyalashtirishgacha ko'maklashish tizimini yo'lga qo'ygan. Ushbu maqsadda barcha oliy ta'lim tashkilotlarida Kelajak qadam markazlarini faoliyat yurityapti. Ularning xodimlari biriktirilgan. Tadbir davomida ishtirokchilar ish beruvchi tashkilotlar bilan to'g'ridan-to'g'ri suhbatlashish, o'zlarining rezyume va loyihalarini taqdim etish imkoniga ega bo'lmoqdalar. Shuningdek, Kelajakka qadam dasturi doirasida kredit mahsulotlari, startap va innovatsion loyihalar taqdimoti, moliyaviy va huquqiy maslahatlar, seminar, treninglar va ochiq muloqotlar ham o'tkazilyapti. Talaba Expo 2025 kasb ko'rgazmasi davom etmoqda.